Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Parkur chempion bilan battle qilishga atiga 1 daqiqa vaqt qoldi. Xo'sh, men o'zimga 32 ta blok olaman. Men o'ylaymanki, parkur chempion 360 gradusda parkur qilishni bilmasa kerak deb o'ylayman. Mana endi men parkur chempion bilan arenada battle qilaman. Lekin eng yomoni shundaki, menga atiga 64 ta blok olishga ruxsat berishdi. Men bilmayman parkur chempion menga qanday topshiriq beradi. Shuning uchun hammasidan oz-ozdan oldim. Bu hayot va mamot o'yini. Agar men parkur battleda parkur chempionni mag'lub qila olmasam, men mana bu bloklar bilan unga qiyin topshiriq bera olaman. Men o'ylaymanki, bu battleda men g'olib bo'laman deb o'ylayman. Lekin buni imkoniyati yo'qligini ich-ichimdan sezib turibman. Xo'sh, sen battlga chiqishingdan oldin men seni olgan uskunalaringni ko'rishim kerak. Mana ular 64 ta ham chiqmaydi. Yaxshi, bo'lmasam parkur chempion bilan battlga marhamat. Mana o'sha parkur sivilizatsiyasidagi oxirgi battle'im bo'ladi. Eshiklar ochildi va nihoyat men parkur arenasiga kirib oldim. Agar meni omadim kelib parkur chempionni mag'lub qilsam, menda butun sivilizatsiyani qutqarish uchun imkon tug'iladi. Agar men mag'lub bo'lsam-chi, yo'q, hozircha bu haqida o'ylamaslik kerak. Balki men bu yerda oldinroq ham o'lib ketishim mumkin edi. O'ylashim bo'yicha men yashagan parkur sivilizatsiya, u yerda aldov yo'q edi. U yerdagi har bir o'yinchilar parkur qilishga haqli edi. Lekin bunday emas, men ayni haqiqatni bilib oldim. Sen 3 marotaba sakrashing parkur sivilizatsiyada seni hayotingni hal qiladi. Lekin yuqori qavatda o'tirgan parkur o'yinchilar seni aynan mag'lub bo'lishingni kutib o'tirishadi. Lekin ayni haqiqatni men to'lov to'laganimdan keyin bilib oldim. Hozir esa qo'limdan hech nima kelmaydi. Senga battleda omad tilayman. Mana endi chempion bilan tushunmadim. Shoshma, axir sen chempion emas-ku. Sen ham menga o'xshagan oddiy o'yinchisan. Axir men chempion. Yo'q, sen birinchi men bilan jang qilishing kerak. Men bu yerda yangi kelganman, hali hech nimani bilmayman. Yaxshi, menimcha o'yin qiziq bo'ladimi deyman. Birinchi oddiy o'yinchini mag'lub qilishim kerak ekan, qiziq. Men umrimda oddiy o'yinchi bilan battle qilmaganman. O'zi ularning qo'lidan nima keladi? Men birinchisida to'g'ri sakrashda 3 ta uzoqlikda bo'lgan blokni qo'ydim. Xullas, birinchi kundan qiyin sinov berishni xohlamadim. Agar men bu oddiy o'yinchiga imkoniyat beradigan bo'lsam, meni jonim ketadi. Men o'ylashim bo'yicha bizning jangimiz oson bo'ladi shekilli. Keyin esa bir ish bo'ldi. Men olib qo'ygan bloklar o'z-o'zidan g'oyib bo'ldi. Parkur arenada blok qo'ysang, uni qaytib ola olmaysan. Mana endi men tushunib yetdim nima uchun oddiy o'yinchi bilan battle qilayotgan ekanman. Ajoyib. Men chempion kelguncha o'z bloklarimni yo'qotadigan bo'lsam, keyingi battleda jang qila olmayman. Menga qara, meni bir savolim bor. Seni bu yerga yuborgan o'yinchilar senga nima deyishgan edi? Men shunchaki olamonni xursand qilishim kerak ekan. Aha, olamonni xursand qilish. O'zi seni xabaring bormi? Bizni hech kim kuzatmayapti. Mayli, hech qisi yo'q. Bu jinursan. Umrimda birinchi marta bunaqa rasvo battle'ga qatnashyapman. Keyingi bloklarni esa 4 blok uzoqlikda qo'ydim. Aha, keyingisi ham ajoyib bo'ldi. Meni hozir g'alaba qiziqtirmayapti. Meni qo'rqitayotgan har bir sinovda men blok yo'qotyapman. Mana endi men har bir sinovda 2 ta blok ishlatishim kerak. Oxirgi sinovda esa men faqatgina orqa machasiga sakradim. Tushunmadim, sen hozir orqaga sakradingmi? Men o'ylashim bitim, yo'q xudoyim. Jinursan bunaqa bo'ladi deb hech o'ylamagan edim. Jinursan mana shu orqa machasiga sakrash uchun men 2 ta blok yo'qotdim. U hattoki sinab ham ko'rmadi. Xayriyatki men birinchi sinovdan, ya'ni birinchi battledan eson-omon chiqib oldim. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Mana endi chempion bilan battle qilamanmi? Men platformani ustiga jimgina qarab o'tirgandim. Keyin esa oldimga kimdir shoshilib kelayotganini ko'rdim. Menimcha jang mana endi boshlansa kerak. Men albatta g'olib bo'lishim kerak. Xo'sh, sen chempionmisan? Nima? Esing joyidami? Nima balo, ko'zing ko'rmi? Oyoq kiyimimga qara, men masterman. Meni oyoq kiyimim olmoslik oyoq kiyimga o'xshayaptimi? Men qayerdan bilaman? Sen chempion bilan jang qilishing uchun hali 2 ta raqibingni mag'lub qilishing kerak. Lekin meni mag'lub qila olmaysan. Qani bo'la qol, birinchi sen boshla. Men hali 2 ta raqibimni mag'lub qilib, keyin chempion bilan bellashamanmi? Jinursun, hamma menga qarshimi nima balo? Mayli, nima bo'lsa ham men to'xtamayman. Mana endi men master bilan bellashaman. Mana endi men yarim yo'lda to'xtab qolmasligim kerak. Unga eng qiyin sinovlarni berishim kerak. Menimcha birinchi sinovni men zina poyalaridan boshlayman. Birinchi sinov zinalarning ustidan to'g'ri 4 burchak uslubida sakrash. Lekin bu masterlar uchun eng yengil sinov edi. Seni bor yo'g'ing shumi? Menimcha master bu sinovdan osonlikcha o'tadi deb o'ylagandim. Lekin bu sinovdan o'ta olmadi. Men tushundim, master o'zi qo'ygan to'siqlarni noto'g'ri qo'ygan edi. U menikidan ham qiyinroq qo'yaman deb o'ylagandi. Hozircha meni omadim keldi. Keyin ham keladimi yo'qmi buni bilmayman. Sakrashlar yanada qiyin bo'lish kerak. Keyingi zinani 4 ta blok uzoqlikda qo'ydim. Agar shunisida g'olib bo'lsam, menda yana bitta bellashuv qoladi. Men parkur qilib sakrayman deb o'ylagandim, lekin zinaning ustiga emas, pastga yiqildim. Sen yana 2 ta zinani yo'qotding. Agar sen meni mag'lub qilgan taqdiringda ham, lekin chempionni hech qachon mag'lub qila olmaysan. U to'g'ri aytayapti. Axir menda bloklar qolmayapti. Menda bor yo'g'i bitta zina qoldi. Lekin men hali ikkinchi battledan o'tganim yo'q.
Master ham o'zining birinchi sinovini boshladi. 4 blok uzoqlikdagi muzlarning ustiga sakrashim kerak edi. Qani bo'la qol, muzlik bloklardan foydalan. Bilaman senda ular bor. Ha, u to'g'ri aytyapti. Menda 4 ta muzlik blok bor. Bilmadim-ku, lekin mening ishonchim komil emas. Agar men g'olib bo'lsam, bor yo'g'i menda 2 ta blok qoladi. Men oldinga sakradim, zo'rg'a blokning ustiga tushdim. Sal qolishiga sal qoldi-ya. Mana endi mening navbatim. Battledagi jang qizg'in pallaga chiqdi. Parkour Master men hamma bloklarimni yo'qotishimni xohlayapti. Lekin men bloklarimni tejashim kerak. Bu degani, demak men shunday to'sib qo'yishim kerakki, Parkour Master uchun battle hoziroq tugashi kerak. Meni kallamga zo'r g'oya keldi. Men bilaman buni qanday qilishni. To'siq qanchalik qiyin bo'lsa, jon kechish ham shunchalik tez bo'ladi. Mana bu to'siq mening tajribamdan o'tgan eng qiyin to'siqlardan biri. 4 blok uzoqlikda va 2 blok uzoqlikda sakrash. Men 4 blok uzoqlikda va 360 gradusda sakradim. Men buni uddaladim. Men buni uddaladim. Men buni birinchi marta qildim. Qo'yil. Mana endi sening navbating. 4 blok uzoqlikda sakraysan va orqaga 360 gradus. Esing joyidami seni? Parkour Master bu sakrashni amalga oshirmoqchi edi, lekin ming afsuski buni uddasidan chiqmadi. Parkour battleda, men g'olib bo'ldim. Mana bu eng qiyin sakrashlardan biri meni hayotimni saqlab qoldi. Boyagi Parkour Master menga to'g'ri gapirgan bo'lsa, men yana bir o'yinchi bilan battle o'tkazishim kerak chempiondan oldin. Men atrofimga nazar soldim, balkim bu yerdan chiqish yo'li bordir. Lekin bu yerdan chiqish yo'li yo'q edi. Bu yerdan chiqish yo'li bitta. Men Parkour battleda g'olib bo'lishim kerak. Narigi tomondan eshik ochildi va 3-o'yinchi men tomonga qarab kelyapti. Evbo, sen juda ham uzoq yo'l bosding, lekin bu yo'l sen uchun oxirgisi bo'ladi. Sen hech qachon meni mag'lub qilib, chempion bilan ko'risha olmaysan. Qani boshla. Yaxshi, bu ham shunchaki Parkour Masterlardan biri. Men hozirgina bittasini mag'lub qildim. Bunisini ham bir ikkita kombo sakrashlar bilan chalg'itsam, chempion uchun yetarlicha bloklarim qoladi. Birinchi sakrash bu 2 ta va 4 ta bloklar uzoqlikda edi. Bu kombo sakrash ish beradi deb o'ylagandim, lekin chuchvarani xomsanagan ekanman. Jennerson Parkour Master buni osonlikcha uddaladi. Endi nima bo'ladi? Mana endi menda katta muammo bor. Men bu yerda juda ham ko'p Parkour Masterlarni ko'rgan edim, lekin bunday Parkour Masterni hali ko'rmagan edim. Uning kombo sakrashi men uchun juda ham qiyinlik qiladi. Ikkinchi kombo sakrash, menimcha men buni uddala olmasam kerak. Juda ham uzoq, lekin men buni sinab ko'rishim kerak. Bu yerda meni hayotim hal bo'lyapti. Men sakramoqchi edim, lekin men buni uddala olmadim. Bitta xatoni deb meni 5 ta yuragim ketdi. Jennerson, bu yaxshilikka emas, umuman yaxshilikka emas. Xo'sh, hozircha 2 ta yuragim joyiga keldi. Mana endi menda ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi. Mana endi men xato qilmasligim kerak. Men albatta bu sakrashni amalga oshirishim kerak. Parkour Master hozirga qilgan kombodan ham qiyin komboni bajardi. Zanjiri va muzlardan foydalandi. Meni omadim keldimi nima balo? Yo'q xudoyim, men buni uddaladim. Master menga qarab turgan edi. Men qanday sakrashni amalga oshirmasam, Master buni uddalasa kerak. Men shunday sakrashni amalga oshirishim kerakki, butun parkour sivilizatsiyasida bunday bo'lmasin. Men buni birinchi urinishda bajarib, ikkinchi urinishda esa shamning ustiga qo'nishim kerak. Mana, Jennerson, menimcha men o'lib ketsam kerak. Qani bilmasam boshladik. Birinchisi zanjirning ustiga, mana endi orqaga va 360 gradus. Zanjir mana endi shamning ustiga. Men buni uddaladim. Men birinchi marta buni uddaladim. Bu eng qiyin kombo edi. Evbo, quloq sol. Chempion menga shunday topshiriq berdiki, sen hech qachon chempion darajasigacha ko'tarilmasliging kerak. Seni hozirgi parkour qilganingni men uddala olmayman. Shuning uchun men senga omad tilayman. Men Parkour Masterga rahmat aytishga ulgurmadim, chunki u o'zini jarlikka uloqtirdi. Men va nihoyat 3-battleda ham g'olib bo'ldim. Bu degani, mana endi men chempion bilan battle o'tkazaman. Mana endi navbat chempionga. U meni shu darajagacha ko'tarilishimga qarshilik qilgan. Yoshlar. Mana seni qarshingda va nihoyat parkour chempion. Va nihoyat meni qarshimda chempion turibdi. Butun parkour sivilizatsiyasining chempioni. Hozir sening battling mana shu yerda tugaydi. Men qarab turibman, parkour chempion o'zining birinchi hujumini boshladi. Bu 5 ta blok uzoqlikdagi sakrash. Sen mana shu sakrashni uddalasang, sen parkour chempion bo'lasan. Tushunarli. Demak, sen bu yerdagi qonun-qoidalarni o'zing o'ylab topyapsan. Bu parkour sivilizatsiyasi menga tegishli va men hech qachon mag'lub bo'lmayman. Parkour chempion 5 ta uzoqlikda joylashgan bloklar ustiga sakradi. Men buni qila olmayman. Shunchaki men buni qila olmayman. Bo'ldi, hammasi tamom. Hammasi mana shu yerda tamom. Menda ikkinchi imkoniyat ham qo'llab-quvvatlaydigan odam ham yo'q. Menga hech nima yordam bera olmaydi. Men mag'lub bo'ldim. Mana endi parkour sivilizatsiyani qutqaradigan o'yinchi men bo'la olmayman. Men ko'zimni ochishim bilan menga tanish bo'lgan joyda turibman. Men tushundim. Men birinchi darajadaman va ibodatxonaning ichida ekanman. Tushunarli. Men o'z invertorimni ochib qarasam, oyog'imda oddiy oyoq kiyimlar. Men battleda mag'lub bo'ldim. Mana endi men yana oddiy o'yinchiman. Jennerson, axir men parkour sivilizatsiyasini qutqarishim kerak edi. Lekin men mag'lub bo'ldim. Men bu la'nati chempionni mag'lub qila olmadim. Mana endi hech kim hech qachon tepaga ko'tarila olmaydi. Bu yerdagi o'yinchilar o'zlarini jonlarini xatarga qo'yib menga yordam berishgan edi. Men mag'lub bo'ldim. Mana endi hammasi bir teng. Men yana birinchi darajadaman.
Menda hatto imkoniyat ham yo'q. Men hattoki ikkita blok uzoqlikka ham sakra olmayman. Hattoki qariya ham menga o'zini yagona biletini bergan edi. Endi nima foydasi bor? Axir men chempion bo'lib, parkur sivilizatsiyasini qutqarishim kerak edi-ku. Lekin men chempionni mag'lub qila olmadim. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Hech nima kelmaydi. Balkim parkur qamoqxonasiga qaytib borarman. U yerning ovqatlari to'yimliroq edi. Bularning sassiq xom go'shtidan ko'ra. Ko'zlarimga ishonmayman. Yana birinchi darajadamisan? Balkim men adashayotgandirman. Sen yetmay turuvding valaksalak. Kimsan o'zi? Menimcha sen bu yerdagi butun haqiqatlarni bilasan. Bu valaksalakning oyog'ida nazoratlik oyoq kiyim bor edi. Bo'ldi, yetarli. Bu sakrashim birinchi va oxirgi marotaba bo'lsin. Tushunmadim, sen parkur sivilizatsiyasidagi parvardigormisan? Yo'q, shoshmang. Demak, bu yerdagi barcha narsalar sizga tegishlimi? Bu parkur sivilizatsiyasini men yaratganman, lekin odamlarni ajratmayman. Lekin parkur chempion hammasini rasvo qildi. Shuning uchun bu yerda men chempion bo'lishimni xohlayapsizmi? Balkim siz menga ishongansiz, lekin men ishonchingizni oqlay olmadim. Men buni uddalayman deb o'ylagandim, lekin uddalay olmadim. Demak, sen umidingni so'ndirgansan. Ko'rib turganingizdek, yana men oddiy o'yinchiga qaytdim. Men endi hech qachon ibodatxonaga kirish uchun bilet ola olmayman. Men hozir shu holimga chempionga qarshi chiqa olamanmi? Sen bu yerda parkur qila olar ekansan. Imkoniyat har doim topiladi. Parkur parvardigori o'z oyoq kiyimlarini qoldirib ketdi. Nima bo'layotganini men tushunmayapman. Parkur parvardigori qoldirib ketgan oyoq kiyimlarni oldim. Bu oyoq kiyim oddiy emas, u olmoslik edi. Bunaqa oyoq kiyimlarni faqatgina parkur chempion kiyadi. Men o'zimni eski oyoq kiyimlarimni uloqtirdim. Mana endi menda ham chempionlar kiyadigan oyoq kiyim bor va tezda mening kuchim maksimal darajada ko'tarildi. Men tepada turgan barcha narsalarni ko'ryapman. Yo xudoyim, nimalar bo'lyapti o'zi? Parkur parvardigori bu oyoq kiyimlarni qayerdan oldi bilmayman. Nima uchun aynan u menga ishonyapti? Bu mening ikkinchi imkoniyatim. Mana endi yuqori darajaga qanday ko'tarilaman men bilmayman. Parkur o'yinchilarining hayoti va qolaversa, parkur sivilizatsiyasini men qutqarishim kerak. Parkur sivilizatsiyasi xavf ostida. Parkur qilib o'z hayotimni yaxshilay olaman deb o'ylagandim. Lekin buning hammasi yolg'on ekan. Ayni haqiqat shundaki, parkur chempion bu yerdagilarni boshqaradi. Men chempion bo'laman va parkur sivilizatsiyasini qutqaraman deb o'ylagandim. Lekin unday bo'lmadi. Lekin xayriyatki, menga ikkinchi imkoniyat berildi. Parkur sivilizatsiyasini qutqarish uchun menda yana bir imkon tug'ildi. Meni bu yerda hozirgi qiladigan ishim parkur chempionni mag'lub qilishim kerak. Buning uchun men qanday qilib bo'lmasin arenaga qaytishim kerak. Menimcha endi qiyin bo'lsa kerak. Axir mening oyog'imda olmoslik oyoq kiyimlar bor, lekin ibodatxonada to'siqlar bo'lmasligi kerak. Lekin Jinurson to'siqlar bor ekan. Bu degani men yana bilet olishim kerak. Yurakka to'kildi-ku. Men bu biletni shunchaki osonlikcha ola olmayman. Agar buni qandaydir oddiy o'yinchi olmasa, men qo'lga kirita olmayman. Agar oddiy o'yinchi bilet olgan bo'lsa, men u oddiy o'yinchini qayerdan topaman? Menimcha oddiy o'yinchilar qolmagan bo'lsa kerak. Ularning barchasi qamoqxonada. Opa, men bittasini topdim. Men undan bilet olish uchun imkoniyati bor yo'qligini so'radim. Mayli, sendami, boshqasidami, kimda bo'lsa ham men ibodatxonaga kirib olishim kerak. Vaziyat shundayki, bilet berish marosimlari tugagan ekan. Mana endi oddiy o'yinchilar hech qachon tepaga ko'tarila olmas ekan. Menimcha bu la'nati chempionning ishi bo'lsa kerak. Agar ikkinchi darajadan o'yinchilar tushmasa, birinchi darajadagi o'yinchilar qanday ovqatlanishadi? Agar men chempionni vaqtida to'xtatib qolmasam, bu yerdagi o'yinchilar barchasi nobud bo'ladi. Men qanday qilib bo'lmasin bu to'siqlardan o'tishim kerak. Axir parkur parvardigori menga shunchaki oyoq kiyimlarni bermadi. Axir menda ham chempionlar kiyadigan oyoq kiyim bor-ku. Axir bunday oyoq kiyimlar sivilizatsiyani boshqaradiganlarga beriladi. So'ngra chempionning gaplari esimga tushib ketdi. Agar meni mag'lub qilsang, parkur chempioni bo'lasan. Va bu yerdagi qonun-qoidalar senga tegishli bo'ladi. Agar parkur chempion bu yerdagi qonun-qoidalarni tuzib chiqqan bo'lsa, agar bu to'siqlarni kimdir qo'ygan bo'lsa, demak bu to'siqlarni o'sha qo'ygan insongina olib biladi. Demak men urinib ko'rishim kerak. Jinurson, nimalar qilyapman? Axir bu ish bermay. Tushunmadim. Hozir to'siq sindimi? Ishongim kelmaydi. Hozir men qo'yilgan to'siqlarni birini urib sindirdimmi? Bo'lishi mumkin emas. Mana endi men ko'rinmas to'siqlarni ham sindira olaman. Qoyil, parkur parvardigorga shon-sharaflar bo'lsin. Men nariga tomonga o'tib olish uchun o'zimga keraklicha joy ochib oldim. Xo'sh, mana endi ehtiyotkorlik bilan o'tib olish kerak. Mana endi dunyoni qutqarish vaqti keldi. Opa, men o'tib oldim. Men ibodatxonaning ichidaman. Va nihoyat men tepaga ko'tarilish uchun bir qadam qo'ydim. Men ibodatxonaning ichidaman. Mana endi menga reja kerak. Men qanday qilib bo'lmasin parkur arenaga qaytib, parkur chempionni mag'lub qilishim kerak. Men u yerga borgan taqdirimda ham uni qanday qilib mag'lub qilishimni o'ylashim kerak. Xo'sh, men birinchi navbatda bloklar olib olishim kerak. Ularni mana shu yerdan olaman deb o'ylagandim, lekin sandiqlar bo'm-bo'sh ekan. Jinurson o'zi bu sandiqlarning ichi hech qachon bo'm-bo'sh bo'lmasligi kerak. Demak, kimdir ularni bo'shatib qo'ygan. Bloklar olib olish rejasi hozircha menda yo'qshamadi. Bloklarni qayerdan olish bo'yicha menda yana qo'shimcha reja bor edi. Men parkur sivilizatsiyasini ikkinchi darajasiga chiqib oldim. Lekin hali xursand bo'lishga erta.
Men 3-darajaga ko'tarilib olishim uchun hali uzoq yo'l yurishim kerak. Menda vaqt kam qolyapti. Mana va nihoyat men bloklar olish uchun kerakli joyga ham kelib oldim. Mashg'ulot o'tkazadigan joyga minglab bloklar bo'lish kerak. Bu yerga oxirgi marta kelganimda master bo'lish uchun mashg'ulot o'tkazgan edim. Lekin bu yerda nimadir bo'lgan edi. Men o'zim uchun qo'ygan sinovlar hali ham shu yerda turgan ekan. Bo'lishi mumkin emas, har bir o'yinchilar men qo'ygan sinovlarda mashg'ulot o'tkazganmi? Xo'sh, ko'raylikki. Bu Jennerson bu yerda ham bloklar yo'q ekan. Jennerson bu yerda bitta ham bloklar yo'q-ku. Axir mashg'ulot zalidagi bloklar hech qachon olinmasligi kerak edi. Jennerson bu yaxshilikka emas, albatta yaxshilikka emas. Bu yerda nimadir bo'lyapti. Men bu savollarga albatta javob topishim kerak. Xullas, men o'zim yashagan uy tomonga yo'l oldim. Mening bir ishonadigan insonim bor edi. Bu mening qo'shnim. Agar u tirik bo'lsa, men qo'shnim yashaydigan uyni ham topib oldim. Xayriyat, hozircha u parkur sivilizatsiyasidan haydalmagan ekan. Embo, sen tirikmisan? Axir sen parkur chempion bo'ldingmi? Men ha desa ham bo'ladi, yo'q desa ham bo'ladi. Xullas, men qo'shnimdan bu yerda nimalar bo'layotganini so'radim. U menga bu yerda hamma narsa o'zgarganini aytdi. Endi oddiy o'yinchilar oldiga hech kim tushmas ekan. Qandaydir masterlar kelib bu yerdagi bloklarni olib ketgan ekan. Mana la'nati chempionni deb parkur sivilizatsiyasi ham jar yoqasiga kelibdi. Hozir oddiy o'yinchilarning hayoti xavf ostida, balki masterlarning ham hayoti xavf ostida bo'lishi mumkin. Asta-sekinlik bilan parkur chempion bu yerdagi o'yinchilarni nobud qilyapti. Agar hozir men uni to'xtatib qolmasam, boshqa hech kim uni to'xtata olmaydi. Xo'sh, bo'sh kelmaslik kerak. Bu yerning hayoti mening qo'limda. Demak, hozir men eng qiyin sinovlarning biridan o'tishim kerak. Mana endi 2-darajadan 3-darajaga o'tishim kerak. Albatta 3-darajaga o'tib olishim uchun mana bu sinovlardan o'tishim kerak. Men bu sinovlardan o'tgan edim, lekin hozir vaziyat qaltis. Men hozir shoshilishim kerak. Axir menda vaqt kam qolgan. Men sakragan bloklarimda xato qilmasligim kerak. Axir parkur parvardigori menga ishongan edi. Men uni ishonchini oqlashim kerak. Xayriyatki, eson-omon o'tib oldim. Mana endi men master darajasidaman. Men hozir mana bu yerdan o'tishim kerak, lekin bu mening rejamda yo'q edi. Demak, men hozir tilla oyoq kiyim olamanmi? Men rostdan ham tilla oyoq kiyim oldim. Demak, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Menga tilla oyoq kiyim kerak emas, menda olmoslik oyoq kiyimlar bor. Lekin baribir ham master darajasiga o'tgandan so'ng oyoq kiyimlarni almashtirish kerak. Axir barcha masterlar chempionning qo'lida ishlashadi. Agar men u yerga master bo'lib borsam, meni hech kim tanay olmasa kerak. Shuning uchun men tinchgina olmoslik oyoq kiyimlarimni yashirib, tillolik oyoq kiyimlarimni kiyishim kerak. Chunki menga muammo kerak emas. Demak, plan G ga o'tamiz. Agar men parkur arenasiga bormoqchi bo'lsam, men oldin menga yordam bergan parkur masterni topishim kerak. Parkur ibodatxonasining yashirin xonasiga kirganimdan so'ng u yerda hech kim yo'q edi. Mening rejam yaxshi ketib o'tirgan edi, lekin shu yerda o'xshamay qoldi. Mana endi men o'ylab ko'rishim kerak. U parkur master o'zi qayerda yashagan edi? O'zi uning uyining ko'rinishi qanaqa edi? Balkim shu yerda kutib o'tirsam oldimga paydo bo'lib qolar. Agar men bu yerda kutib o'tiradigan bo'lsam, parkur chempionning qo'lida ishlaydigan masterlar meni topib olishadi. Shuning uchun men tinchgina joy topishim kerak. Men uchun eng tinch joy baland binoning eng yuqori qavati edi. Meni bu yerdan ko'rish qiyinroq bo'lsa kerak. Agar men tezda pastga tushmoqchi bo'lsam, menda chelaklik suv yo'q. Men 3 va 4-darajalarni bog'lab turgan devorning oldida edim. Axir menda chempion oyoq kiyimlari bor-ku. Agar hozir men ularni kiyadigan bo'lsam, 4-darajani, ya'ni chempionning darajasini ko'ra olarmikinman? Men ularni kiyaman deb turganimda pastda parkur masterni ko'rib qoldim. Mana va nihoyat men kutgan daqiqalar keldi. Parkur masterni oldiga tezroq borish uchun men shunchaki tepadan sakradim. Menimcha uning uyi bu yerdan uzoq bo'lmasa kerak. Jennerson uning uyini uzoqligi 50 ta blokdan iborat ekan. La'nati, menda bir g'oya bor, lekin u menga yoqmayapti. Men tuzgan rejaning eng rasvosi shu bo'lsa kerak. Xullas, men o'ylab o'tirmasdan pastga qarab sakradim. Men uddala olmasam kerak deb o'yladim, lekin men uddaladim. Bu qilgan ishim parkur parvardigorga yoqmasa kerak. Mo'jiza ro'y berib men tirik qoldim va nihoyat men parkur masterni topdim. Mana endi parkur sivilizatsiyasini qutqarish rejasiga qaytamiz. Men masteriga bilganlarimni aytib berdim va unga olmoslik oyoq kiyimimni ko'rsatdim. Men chempionni mag'lub qilishim uchun uning menga yordami kerakligini aytdim. Seni tirik qolganingga meni hali ham ishongim kelmaydi. Va sen parkur parvardigorini uchratdingmi? Nima qilish kerak? Men hamma tilaklaringni bajaraman. Xullas, men undan ozgina blok so'radim. Xullas, meni keyingi rejamgacha meni shu yerda kutib turishini aytdim. Agar men barchasini uddalasam, hammasi yaxshi o'xshasa, men parkur arenasiga borib chempionni mag'lub qilaman. Men hammasini uddalayman deb o'ylayman. Hozircha unchalik ham yaxshi emas. Va nihoyat men parkur bankka keldim. Men arenaga borishim uchun menga har xil ko'rinishda bloklar kerak. Axir ular orqali battle bo'ladi. Ularni qanday olsam ekan? Tepaga faqatgina boyvachchalar ko'tarila oladi. Sen boy bo'lganingda bu yerga kelasan. Menimcha yuqori qavatda bankdagi eng yaxshi bloklar bo'lsa kerak. Sen bu yerga umuman chiqmasliging kerak edi. Men shunchaki bir nechta bloklarni o'g'irlamoqchi edim demoqchi edim. Men u yerdan har xil bloklar olmoqchi edim, lekin o'rniga qop-qora devor turgan ekan. Janob, bu eshik faqatgina nozik mehmonlar uchun ochiladi. Hozirroq bu yerdan keting. Qiziq, nozik mehmonlar uchun dedimi?
Siz hech qachon bu seyfning ichiga kira olmaysiz. Menga choy-chaqa to'lashingiz ham kerak emas. Jin ursin, men beradigan choychaqani u hali bilmaydi shekilli. Bu choy-chaqangiz yetarlicha. Xo'sh, mana endi eshikni ocharsan. Sen hech qachon orqa machasiga 360 gradusda sakraganini ko'rmagansan. Yaxshi janob, mana endi kirishingiz mumkin. Shunchaki tomosha qiling, lekin bu yerdan hech nima olib chiqib ketmang. Aha, o'zim bilaman. Men bu seyfdan kerakli narsa olaman deb o'ylagandim, lekin sandiqlar bo'm-bo'sh edi. O, bittasida bir chelak suv bor ekan. Menga o'zi bloklar kerak edi, mayli buni ham olib qo'yaman. Bu seyfning egasi kim bo'lsa ham boyvuchcha bo'lish kerak edi, lekin uning seyfida bir chelak suv bor ekan. Obbo, 16 ta blok bor ekan xolos. Bu yerda boshqa hech nima yo'q deb o'ylagandim. Oxirgi sandiqning ichida 16 ta pishiriq moslamasi bor ekan. Mana endi mening rejam o'xshasa kerak. Mana endi parkur chempionini mag'lub qilish vaqti keldi. Janob, sizga bir narsani aytishim kerak. Kimdir sizning seyfingizni ichiga kirdi. Kim kirishi mumkin? Qani menga hammasini oqizmay tomizmay tushuntirib berchi. Meni kechirasiz janob, lekin u choy-chaqani orqa machasiga sakrab 360 gradusda to'ladi. Orqa machasiga 360 gradusda sakrab deysanmi? Buni kim qilgan? Obbo, bu bo'lishi mumkin emas. Menga pishiriq moslamalarining ustidan sakrashni bir kishi aytgan edi. Ularda sakrash oson emas, lekin ular sen xohlagan narsani bera oladi. Shuning uchun senga parkur battleda omad tilayman. Agar hozir sen buni uddala olmasang, sen sekinlashib qolasan. Sivit men qilgan parkurni u ham qilmoqchi edi, lekin u buni uddala olmadi. Mana endi menga bir nechta savollarimga javob berishing kerak. Parkur chempionini qanday mag'lub qilishim mumkin? Men senga buni aytishimni xohlayapsanmi? Men shunday deyishingni bilardim. Xo'sh, mana bu yerda 3 ta blok. Agar yana bir marta sinovdan o'tishni xohlamasang, menga aytishga majbursan. Menimcha men buni uddalasam kerak. Yo'q, uddalashingga ko'zing yetyaptimi? Qani bo'lmasa marhamat. Menimcha bu sen uchun qiyinlik qilsa kerak. Sen bir necha marotaba sakrab bu yerda nobud bo'lishing mumkin. Bo'ldi, shoshma. Bo'ldi. Mayli, men senga hammasini aytib beraman. Barakalla. Bojin ursin, meni ishongim kelmayapti. Chempion parkur qilish uchun to'siqlardan foydalanadi. Faqatgina to'siqlar undagina bor. Tushunmadim, u parkur qilish uchun to'siqlardan foydalanadimi? Men bilardim 5 ta blok uzoqlikda sakrash bu imkoniyatsizligini. Demak, u to'siqlardan foydalangan ekanda. Agar men ham to'siqlardan foydalansam, qanday qilib himoyalansam bo'ladi? Oshna, agar parkur chempion bu haqida bilib qolsa, men hamma narsamni yo'qotaman. Menga farqi yo'q, qani gapirib ber. Bo'pti, eshitgin. Parkur battlening o'zining qonun-qoidalari bor. Agar sen u yerda ko'zing yetmagan sinovlarni quradigan bo'lsang, demak seni sheriging buni bajarishi kerak. Tushunarli. Demak, men qiyin sinov qo'yadigan bo'lsam, men uni mag'lub qilaman. U hattoki to'siq qo'ygan taqdirda ham. Shunchaki men qiyin sinov bajarishim kerak. Men uddalay olarmikinman? Mayli, uddalayman. Sen meni arena tomonga olib borishing kerak. Men chempion bilan battle o'tkazaman. Sen meni battleda mag'lub qila olmayapsan, chempionni mag'lub qilasanmi? Men seni o'zim ham osonlikcha mag'lub qila olaman. Men shunday deyishingni bilganim uchun o'zim bilan parkur masterni olib kelganman. U seni har doim kuzatib yuriydi. Agar sen meni arenaga emas, boshqa joyga etadigan bo'lsang, sening sinoving ko'z ochib yumguningcha tugaydi. Padariga la'nat. Bunday sinovlarni qanday uddalash mumkin? Mayli, Evboning rejasi ish beradi deb o'ylayman. Meni talablarimni bajarish uchun Sivitning boshqa imkoni yo'q edi. Mana endi men arenaga uyg'onaman deb o'ylayman. Men bilaman, Sivitga ishona bo'lmaydi. Lekin menda boshqa imkon yo'q. Men boshqa yo'l bilan arenaga tusha olmasdim ham. Bu ish berdi. Mana endi men chempion bilan jang qilaman. Mana endi hammasi boshqacha bo'ladi. Men o'zimga kerakli bo'ladigan bloklarni oldimda va arena tomonga yo'l oldim. Men o'ylaymanki, Sivit o'zining so'ziga sodiq qolib meni aldamadi deb o'ylayman. Va nihoyat mening oldimda parkur sivilizatsiyasining parkur chempioni turibdi. Qani bilmasam hammani qutqaramiz. Men bilgan edim, qariya senga o'zining oyoq kiyimlarini beradi deb. Tushunmadim, nima? Qariya deysanmi? Mayli, qo'ya ber, buni ahamiyati yo'q. Sen qancha harakat qilmagin, lekin sening ahvoling o'sha bo'lib qoladi. Parvardigor menga o'zining oyoq kiyimlarini emas, qariyaning oyoq kiyimlarini berganmi? Demak, oldingi chempion qariya bo'lgan ekanda. Mayli, fikrlarni bir joyga jamlab olish kerak. Hozir bu gaplarni mavrida emas. Demak, Sivit meni bu yerga yubordi. Nima deb o'ylaysizlar? Uning aytgan gapi rostmikin? Demak, chempionning sirli sakrashi bu to'siqlar orqali edi. Men qurgan parkur kombo men o'ylashim bo'yicha qiyinroq sinov bo'lsa kerak. Men 360 gradusda sakradim va 3 ta blok uzoqlikdagi panjaraning ustiga kelib qo'ndim. Tushunmadim. Parkur chempion hayron qoldi va uning sinovi g'oyib bo'ldi. Qoyil, bu ish berdi. Demak, la'nati Sivit meni aldamagan ekan. Mana endi parkur chempion men qiladigan hujumga tayyor turish kerak. Men endigina g'olib bo'laman, buni nishonlayman deb turganimda, chempion o'zining bloklarini qo'lga oldi. U ko'rinadigan bloklarning o'rniga ko'rinmaydigan bloklardan kombo qurdi. Axir bu bloklar ko'rinmas edi. Men u yerda nima qurganini hatto bilmayman ham. La'nati, u qanday qurilma bo'lmasin, u menikidan chiroyli edi. Demak, meniki g'oyib bo'ldi. Demak, men unikidan ham qiyinroq moslama qurishim kerak.
Men u nima qurganini ham bilmayman, lekin men bir joyda to'xtab qolish niyatim ham yo'q. Men buni sinab ko'rishim kerak. Men bloklar ustida 180 gradusda sakradim va orqaga 360 gradusda sakrab shamning ustiga qo'ndim. Men buni uddaladim va chempionning sinovlari g'oyib bo'ldi. U men qilgan sinovni qilishi yoki mendan ham kuchliroq sinovni qurishi kerak edi. U men qilgan sinovni qilishni xohlamadi. U parkur sivilizatsiyasidagi eng qiyin sinovni bajarishga kirishdi. Bu to'siqlar chetidan sakrash edi va bu uni 2 marotaba uddaladi. Sen bloklarning ustidan emas, aksincha ularning chetidan o'tishing kerak. Menimcha men buni uddala olmasam kerak deb o'ylayman. Demak, parkur chempion eng qiyin sinovni o'rtaga qo'ydi. Agar meni sinovim unikidan qiyin bo'lmasa, men hamma narsani yo'qotaman. Agar men ham eng qiyin sinovlardan birini bajarmasam, meni sayohatim shu yerda yo'q tugaydi. Xo'sh, mana endi parkur chempion nima qilarkin? Demak, bu sinovdan o'tolmagan butun jonini yo'qotadi. Lekin men buni uddalashim kerak. Parkur parvardigori men sivilizatsiyani qutqarishimga ishonadi. Lekin umrimda birinchi marotaba men bunday og'ir mas'uliyatni o'zimga his qildim. Parkur sivilizatsiyasiga parkur chempion bo'lishga faqatgina men loyiqman. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Mana endi hammasi tugadi, parkur chempion. Jin ursin, lekin unday bo'lmadi. Hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Parkur chempion keyingi sinovni, ya'ni to'siqlarni havoda qo'ydi. Hozir jarlikka yiqilib yoki sen o'lasan, yoki ikkimiz ham o'lamiz. Parkur chempion battle'da mag'lub bo'lganini tushundi, lekin tan olmadi. U shunday qurilma qurdiki, u ikkimizni ham jarlikka olib ketadi. Men qanday qilib himoya qilishni ham bilmay qoldim. Menimcha, mana endi parkur sivilizatsiyasida bu mening oxirgi kunim bo'lsa kerak. Yo'q, men oxirga kelib hech qachon taslim bo'lmayman. Yo, parkur parvardigor, agar sen buni ko'rib turgan bo'lsang, iltimos menga kuch bergin. Bu mening oxirgi sakrashim. Men hech o'ylamagandim bloklarning ustiga kelib tushaman deb. Keyin men ortimga qarasam, parkur chempion jarlikka tushib ketgan ekan. Men g'olib bo'ldimmi? Men g'olib bo'ldim va nihoyat men g'olib bo'ldim. Mana endi men parkur sivilizatsiyasidagi yangi chempionman. Mana endi bu yerning qonun qoidalari menga tegishli. Mana endi hammani qutqarish vaqti keldi. Men bir joyga turgan edim va nimadir bo'lishni boshladi. Mening buyumlarim invertordan g'oyib bo'lishni boshladi va men ibodatxonaga teleportatsiya qildim. Men tashqariga chiqdim va tepaga qaradim. Keyingi qavatda esa hech nima yo'q edi. Keyin esa menga parkur master aytgan gaplari esimga tushib ketdi. Faqatgina chempionlar biladi yuqori qavatga qanday qilib ko'tarilishini. Men ortimdagi parkur ibodatxonasiga nazar tashladim. U yerda oldin hech nima yo'q edi. Mana endi yuqori qavatga yo'l ochilgan edi. Parkur sivilizatsiyasining eng yuqori qavatidagi yo'l. Bu degani mening hali yo'lim tugamagan ekan. Demak, men yana yuqori qavatga ko'tarilishim kerak. Mana endi men sivilizatsiyadagi eng qudratli o'yinchiman. Eng qiyin sakrashlarni faqatgina men amalga oshira bilaman. Men va yuqori qavat o'rtasida faqatgina bitta sinov bor edi. Men bu lahzalarni uzoq kutgan edim. Men tepaga qaradim, lekin u yerda hech nima yo'q edi. Mana endi yuqori qavatga ko'tarilish uchun nimalardan o'tishim kerak ekan? Har bir qo'ygan qadamlarim bu kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi va nihoyat men yuqori qavatga ko'tarilib oldim. Va nihoyat men parkur sivilizatsiyasining yuqori qavatidaman. Mana men yuqori qavatdaman, lekin bu yerda hech nima yo'q. Musaffo osmon va bo'shliq. Men nima qilishni bilmay turgan bir paytda uzoqdan qandaydir bino ko'zimga tushdi. Men yaqinroq borib qarasam, parkur sivilizatsiyasidagi ko'rmagan bloklarimga ko'zim tushdi. Axir bular komandli blok-ku. Bu komandli bloklar taxtning oldida turgan edi. Men yana bir bor olmoslik oyoq kiyim oldim. Lekin bu olmoslik oyoq kiyimlar birovniki emas, u meniki edi. Qiziq, agar men komandli bloklarning ustidan sakrasam, men parkur sivilizatsiyasida qonun qoidalarini yaratamanmi? Lekin men bu yerdagi qonun qoidalarini o'zgartirishdan undan oldin men bir narsa qilib olishim kerak. Senga omonatingni qaytarish vaqti keldi. Menimcha bu senga ko'proq kerak. Evbo, sen buni uddaladingmi? Sen bizni qutqarib qolding. Yo, hammasi sening sharofating bilan bo'ldi. Menimcha chempion bo'lishga ko'proq sen loyiqsan, chunki men parkur sivilizatsiyasida nima qilishni bilmayman. Sen bu yerda chempion bo'lgansan, bu yerning qonun qoidalarini bilasan. Men shunchaki bu yerning qonun, "Jino'sin, ularni nega uloqtirding?" Nima, sen yana men bu yerda chempion bo'lishimni xohlayapsanmi? Axir men qarib qolganman. Sen parkur sivilizatsiyani qandayligini juda ham yaxshi bilasan. Ha, mayli, lekin menga sening yordaming kerak. Demak, men har bir komandli blokning ustiga sakraganimda, men bu yerning qonun qoidalarini almashtirib bilaman. Men qariyani yordam bilan bu yerning qonun qoidalarini oldingi holiga qaytarishni xohlamayman. Undan ham yaxshiroq qilaman. Parkur sivilizatsiyasi hech qachon vahshiy sivilizatsiya bo'lmagan. Parkur sivilizatsiyada sen o'z imkoniyatlaringni sinab ko'rasan. Parkur parvardigori aytganiday, parkur sivilizatsiyada izlagan imkon topadi. Mening parkur sivilizatsiyamda esa xato qilgan o'yinchilarga ikkinchi imkoniyat beriladi.